Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Mana navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Akfa alyumin profildan veranda tayyorladik. Dummokko svetidan qilib berdik akamizga. Juda ham chiroyli chiqdi. Shotlandiya gullari bilan qilib berdik. Oynasi 2 qavat bo'lgan. Tay arka fon bo'lgan, ustullarni o'rab berganmiz chiroyli qilib. Ko'rishlar mumkin. Mana juda ham zo'r chiqqan. Buni uzunligi keladigan bo'lsa 11 metr uzunligi. Boyga keladigan bo'lsa 270 boy bo'lgan. Bu yerda 4 ta rom, bitta eshik bor. Mana bir qator ko'rsatib o'taman yaqindan ham. Aytganimdek 2 qavat oyna bo'lgan, gulli oyna bo'lgan. Tayyor qofon bo'lgan. Ko'rishlar mumkin mana. Juda ham zo'r chiqqan mana. Xudo xolasa chahlariga ham bir qator e'tibor berib qo'yasizlar. Choki ham kelgan har biri. Alyumin profilni o'zi asosan chokiga e'tibor berish kerak. Chokidan sovuq kiradi. Bizga juda ham zo'r chiqqan. Shu yerdan bitta ochilgan romimizdan. Ustullarini har doimda o'rib berganmiz, arka fon bilan chiroyli qilib. Juda ham zo'r chiqqan mana. Xo'p, bu kvadratga keladigan bo'lsak, 550 mingdan boshlanyapti. Shotlandiya bo'lsa 750 mingdan chiqyapti. Shotlandiya bo'lsa eshik ochilib yopilishini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Choki ham har birining chokini Xudo xolasa zo'r qilib keltirib berganmiz. Bemalol murojaat qila olasizlar. Zamonaviy bakovatdan qo'yib berganmiz. Eshik ochilib yopilishini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Juda ham zo'r chiqqan mana. Qulanishlari ham juda ham zo'r chiqqan mana. Xudo xolasa ichkari tomondan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ichkari tomondan ko'rsanglar bemalol ko'rinaveradi tashqari. Xo'p. Har bir romimizdan bittadan ochib berganmiz. Bu joydan bitta, bu joydan bitta ochib berganmiz, va chekkadan bitta ochib berganmiz. Kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'lish esdan chiqmasin. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yamiz kanalimiz rivoji uchun. Xudo xolasa tortinmasdan bemalol murojaat qila olasizlar. Pastda nomer qoldiramiz. Sizlarni ham chiroyli qilib shuni qilib bitirib beramiz, xudo xolasa. İşte sifatini o'zingizlar bir qator ko'rdinglar mana. Xudo xolasa hech qanaqa ayb yo'q. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Video yoqqan bo'lsa. Xudo xolasa mana juda ham zo'r chiqqan. Liniyasini ham ko'rib qo'ya olasizlar. Bitta liniyada qilib berganmiz, xudo xolasa. Vodiy bo'ylab qilyapmiz. Kattaroq ob'yom bo'lsa O'zbekiston bo'yicha chiqyapmiz. Bu akamizdan videoda YouTubedan ko'rib zakaz qildirdi.